2020 yılının keyinki yermidimi dünya miqyasida Uyg'urlarni qo'llash, Xitoyning manfaatlariga ajallik zarba berish harakatları üzülmey davamlaşdı. Bu yıl 24 iyun Amerika Tashqi ishlar Ministerligi terrorlikqa qarshi turish komiteti 2019 yillik terrorlikqa qarshi turish dokladini, 25 iyun odam savdosiga qarshi turish yillik dokladini e'lon qildi. Arqama-arqa e'lon qilingan bu dokladlarning Xitoyga oid qismida Xitoy hukumatining atalmış Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkiloti va 3 xil kuchga qarshi turishni bahona qilib 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq musulmonlarni yig'ib olish lagerlariga qamalganligi qayd eskartildi. 26 iyun Turkiyaning har qaysi viloyatlaridagi 100 advokat navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan ig'ir zulmlar to'g'risida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga arznoma sundi. Bu harakatga boshlamchilik qilayotgan Anqara Advokatlar uyushmasining a'zosi Farruh Kalashtimir apandi Sharqiy Turkiston masalasini qonuniy jihatdan xalqaraga elib chiqamiz dedi. 1 iyul Nyu-York shtatlik tamojnama chegara muhofazat idorasi Xitoydan kelgan 13 tonnalik choch mahsulotini musodir qildi. Bu qatim musodir qilingan choch mahsulotlarining umumiy qiymati 800 ming Amerika dollari bo'lib, bularning mahsulot tushuntirishida Xotan Lop nahiyasidagi Meishin choch mahsulotlari shirkati ishladi deyilgan ekan. 6 iyul Sharqiy Turkiston surgun hukumati va Sharqiy Turkiston Milliy Uyg'unish harakati birlikda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligi va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligi haqida arznoma yo'lladi. 9 iyul Amerika hukumati Uyg'ur diyoridagi kishilik huquqni dafsanda qilishda mas'uliyati bor 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo e'lon qildi. Bular Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyakom sekretari Chin Chuangguo, sobiq siyosiy qonun komitetining sekretari Ju Xaylun, Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining sobiq sekretari Wang Mingxian va Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining partiyakom sekretari Hu Liujun qatorliqlardan iborat. Amerikaning Xitoyga qartilgan jazolash tadbirlari buninglik bilanla cheklanib qolmadi. 20 iyul kuni Amerika Savdo Ministerligining yangidan Xitoydagi 11 shirkat va savdo muassasasini qora tizimlikka erishi buningdagi muhim bir qadam bo'lib qoldi. Amerika Savdo Ministerligi e'lon qilgan bu vaqtdagi yozma bayonotda bularning Sanji Yida to'qimchilik guruhi, Xotan Xaolin choch mahsulotlari zavodi, Nanjing to'qimchilik guruhi, Nanchang film texnologiyasi qatorliq 11 shirkat va zavodi qora tizimlikka kirgizilganligi aytiladi. Amerika hukumati 31 iyul kuni Xitoyning Uyg'ur elida turishliq ishlab chiqarish qurilish armiyasi, ya'ni Bingtuan va uning 2 nafar boshlig'ini Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilganligi uchun Yer shari Magnitsky qonuni orqali jazolandi. Ular Bingtuanning sobiq partiya komiteti sekretari Sun Jinlong va shundaqli Bingtuanning hozirgi bosh qo'mondoni va Mo'min partiya komiteti sekretari Ping Jaruydan iborat. 20 iyul Yangi Zelandiyaning bosh ministeri Jacinda Ardern xonim o'zlarining Uyg'ur va Hong Kongdagi siyosiy vaziyat haqida o'zgacha qarashda bo'lishining hech kimga taqashmaydiganligini oshkora ta'kidladi. Shuning bilan u Uyg'ur masalasida Xitoyni ochiq-oshkora tanqidlagan sanoqli dunyo rahbarlarining biri bo'lib qoldi. Uningdan boshqa Uyg'urlarni qo'llash sadolariga Irlandiya parlament a'zolari jo'r bo'ldi. Ular 30 iyul bayonot e'lon qilib, Irlandiya hukumatini Uyg'ur masalasida Xitoyni ayblashga chaqirdi. 6 avgust Oqsaroy maxsus bayonot berib, TikTok va Undidar qatorliq Xitoy applarini cheklaganligini jakarladi. Onundan boshqa 3-sentabr Angliyada Dunyo Uyg'ur qurultayining tashkillashi bilan Uyg'ur sud kollegiyasi qurildi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsanchiliklarini tekshirganligi hamda to'plangan dalil isbotlar orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan qaror chiqarganligini bildirdi. Sentabr oyida Fransiya hukumati Uyg'urlar masalasida ifoda bildirgan bo'lsa, Uyg'urlar masalasi Angliya parlamentida kun tartibidagi masalaga aylandi. 14 sentabr Amerika Tamojna chegara qo'g'dash idorasi Uyg'ur elidagi majburiy emgak chetiladigan Xitoyning 5 xil mahsulotiga tutib qilish buyrug'i chiqardi. 30 sentabr Fransiya parlamentining o'xshash bo'lmagan partiyalardan bo'lgan 53 nafar a'zosining Xitoyning jazo lagerlariga xotim berish uchun Uyg'urlarni qo'llash korpusini qurganligi e'lon qilindi. Shu kuni Germaniya bosh ministri Merkel
Xitoyning oz sonliq millatlarni rahimsizlarcha bostirganligini aybladi. 2020 yilning keyingi yarmida Uyg'urlarga oid yuz bergan eng ahamiyatli hodisalarning biri Kanada parlamenti xalqaro kishilik huquq hay'atining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb tonishi edi. Mazkur hay'at 21 oktyabr doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atadi va Kanada hukumatini Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishga chaqiriq qildi. Buningga ergishib, Amerika Kengash palatasida Uyg'urlar uchrayotgan fojialarni qirg'inchilik deb atash lozim degan sadolar bosh ko'tarishga boshladi. 26 oktyabr kuni Amerika Kengash palatasi qarmog'idagi Tashqi munosabat komiteti maxsus muhokama yig'ini chaqirdi. Muhokama yig'ini Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa musulmonlar uchrayotgan bostirish harakatlarining xarakterini irqiy qirg'inchilik deb bekitish lozim degan mazmunni cho'rdigan holda davom qildi. Amerika hukumati Sharqiy Turkiston Islom harakati nomli tashkilotning Amerikaning terrorlik tashkilotlar tizimligidan chiqarilganligini jakarladi. Amerika hukumatining davlat arxivi tor betida 5 noyabr kuni e'lon qilingan hujjatga qaraganda, yuqori qaror Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning imzosi bilan 20 oktyabr kuni e'lon qilingan. 27 noyabr Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Islom hamkorlik tashkiloti yig'inida Uyg'ur masalasini tilga olib o'tdi. Amerika hukumati 2 dekabr Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligiga qaratgan jazolash tadbirlarini texnik kuchaytirib, Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuanining paxt mahsulotlarini import qilishni chekildi. Amerika hukumati yana 4 dekabr Xitoy bilan davomlashtirib kelayotgan 5 xil madaniyat almashtirish programmasini yumshoq kuchni tashviq qilish quroli deb atadi va ularni oxirlashtirganligini jakarladi.